Makka Madinaga kelib qilgan xulosalarimni, qiyomat sizlarga aytib bermoqchiman. Bu joyda har farz namozidan keyin janoza namozi o'qilar ekan. O'lim haqligini yana bir marta o'z ko'zim bilan ko'rib, sizlarga shuni aytmoqchimanki, bu dunyoda faqat qilgan yaxshi ishlarimiz, qilgan savobli amallarimiz qolar ekan. Yiqqan pullarimiz, mol-dunyomiz hammasi bir tiyin ekan. Shu sababli qiyomat shohidlarim, hurmatli ota-onalar, sizlar uchun ajoyib yangiligim bor. Yangi o'quv yili uchun Chorsu filialimizda 100 ta grant ajratdik. Agar farzandingiz 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qisa, bepul testimizga olib keling. Bilim darajasiga qarab 100% grant ajratamiz. Agar farzandingiz bilim darajasi 0 bo'ladigan bo'lsa ham, 0 dan boshlab o'rgatadigan yangi guruhlarimizga start berganmiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Shoshilamiz, joylar soni cheklangan. Atigi 2-3 kun ichida tugab ketishi ham mumkin. Ushbu xabarni ko'proq ota-onalarga jo'natinglar. Inshaalloh bitta bolani taqdiri sizlar sabab o'zgarib ketadigan bo'lsalar, savobi sizlarga yoziladi.